Doktor, ko'p kuzatamiz, quloq oldi oqmasi. Bu qanaqa kasallik va nima uchun yiringlab ketadi? O'zi quloq oldi oqmasi bu embrional rivojlanish davrida jabradan hosil bo'ladi. Bu yopilib ketishi kerak. Ba'zi bir bolalarda deylik, yopilmaydi-da, o'sha qolib ketadi. Nima uchun yiringlaydi? Nima uchun ichkaridan qo'lansa hidli ajrama chiqadi degan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda biz bilamizki, bizning terimiz har doim qitiqlanadi. Terimiz har doim qitiqlanadi. Tashqari muhit bo'lgani uchun biz bilmaymiz qitiqlanganini, faqatgina o'sha yuvingan paytimizda ozgina qanaqa bilamizki, ajralishini, ya'ni teri bir qismdan ko'chishini. Xuddi shunaqa quloq oldi oqmasi ham ichida kanal bo'ladi, ustida teri qoplangan bo'ladi. Ya'ni epidermis deymiz, boradi, tog'aga borib yopib tugaydi u. Xuddi tashqi terimizga o'xshagan ichida teri bo'ladi, u ham qitiqlanadi. Qitiqlangandan keyin lekin boshqa teriga o'xshab chiqib keta olmaydi qitiqlanish hosilasi. Tashqi chiqib keta olmaydi-da, bloklanib qoladi-da, biroz turib sekin siqqanda hidli ajralma ajraladi birinchidan. Agar teri butunligi buzilmasa, teri butunligi buzilsa, ichkarida yirinlab ketadi, abses hosil bo'ladi. Shunda katta qizarib ketadi, og'riq beradi, ayniqsa bolalarda qiyin. Ochaman desangiz, u qo'ymaydi, yig'laydi. Ochmasangiz asorat beradi, ishib yotadi, og'riq beradi. Narkoz beraman desangiz, ota-onasi shunga ham narkoz beriladimi deydi, qiyin vaziyatda. Nima qilish kerak bunday holatda? Bunday holatda o'sha tug'ma oqmani yirinlamagan paytida o'sha lor xirurglar yoki bo'lmasa plastik xirurglarga olib borilsa, o'shani plastik qilib olib tashlaydi. Ya'ni quloq tug'ma oqmasini plastikasi deyiladi, ya'ni ichkariga yuboriladi-da, akkuratno atrofi kesilib, tegirma olinadi va ustiga plastik endodermal chop qo'yiladi, izi ham qolmaydi. Shu amaliyot bajarilsagina bu bola yoki bemor deymiz, shu kasallikdan xalos bo'ladi. Bo'lmasa agar shu hayot davomida qayta-qayta qiynab kelaveradi uni. Ko'p ahamiyat beramiz. Kelib qolgan paytda mana tug'ma oqmasi bor ekan, farzandi desak, ota-ona tug'ilgandan biri bor, buvisida bor, dodasida bor, o'tgan deydi. U o'tadigan kasallik emas u.